Assalomu alaykum, Bildbank qurilish kompaniyasining YouTube tarmog'idan bizni kuzatib boradigan hurmatli obunachilarimiz, hurmatli xaridorlarimiz. Bugun may oyining 3-may sanasi. Albatta bugun yog'och mahsulotlarimizni qayta ishlash seximizdamiz, ya'ni shpuntovi taxta ishlab chiqarish jarayonlarini albatta sizning e'tiboringiz markaziga havola etamiz. Jarayonlar albatta sizlarga qiziq bo'lsa, videoga like bosib, yaqinda qurilishlardan, yaqinda o'z uyini pol qiladigan tanishlaringiz bo'lsa, videoni maksimal darajada tarqatishingizni iltimos so'ragan bo'ladi. Bu bizning biznesimizga ham, albatta sizga ham albatta yaqindan ko'mak bo'ladigan umid. Qo'limda turgan shpuntovi taxtamiz ana xuddi mana shu taxtani hozir qanday qilib ishlab chiqarish jarayonini sizning e'tiboringiz markaziga havola etamiz. Chunki buni ko'pchilik biladi, ko'pchilik ishlatgan bo'lishi ham mumkin. Qanaqa afzalliklari oddiy taxtaga nisbatan bu taxtani qanday afzalliklarini ko'pchilik farqli biladi. Shuning uchun hozir bizga yaqindan ko'maklashadigan Bildbank qurilish kompaniyasining xuddi mana shu sexni xodimi Ibrohim aka bilan birgalikda hozir ishlab chiqarish jarayonini ham sizning e'tiboringiz markaziga havola etamiz va qanday taxtadan ishlab chiqarish jarayonini ham o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Ibrohim aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Demak, hozir shpuntov taxtani shaxsan o'zingiz ishlab chiqarasiz. Shunday. Keling endi obunachilarga YouTube tarmog'idagi nafaqat Buxoro, butun respublika bo'ylab bizni tomosha qilishadi. Shuni ishlab chiqarishni, qanaqa o'lchamlar bilan chiqadi, shuni batafsil ko'rsatib chiqsak, nima deysiz? Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Ketdik. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun shpuntovni ishlash jarayonini o'ngga 22 taxtani 9 ga 2 qilib shpuntovka qilib chiqarib beramiz. Hozir jarayonni ham tomosha qilishingiz ham mumkin. Demak, hozir ajoyib bo'lgan shpuntni qayta ishlash seximizdan ajoyib bo'lgan lavhalarni tomosha qilib ko'rishingiz mumkin. Bizda hech qanaqa yashirish yo'q. Qalinligini ham, rasxotini ham qolaversa, yana nima desam bo'ladi. Bizda aldash yo'q. Qisqasi o'zingiz kelib seximizga o'zingiz alohida taxta olib ham shpuntni qayta ishlab chiqarib beramiz sizga. Tomosha qiling. Mana hurmatli obunachilarimiz, hozir ko'rib turganingizdek, o'ngga 22 qalinlik taxtamizni maxsus shpuntovni apparatidan chiqardik. Ana chiqqan mahsulotni ko'rishingiz mumkin. Tak, bu qalinligi 2 ga 9 bo'lib chiqdi. Mana bu sifatini ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu 100 tomoni bo'ladi, lekin silliqqina taxtamiz. Bir-biriga kirib chiqishi ham o'zi sifatiga javob beramiz, kirib chiqishiga ham javob beramiz. Bir-biriga yaxshi kirib chiqishi yaxshi. Hurmatli obunachilarimiz, mana bu o'ngga 22 qalinlik taxtamizni maxsus shpuntovka apparat bilan chiqardik. Ana chiqqan taxtani o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq keling. Mana bu 9 ga, bari 9 ga 2 qalinlikda chiqdi.
Mana sifatini ham, silliqligini ham o'z baho berishingiz mumkin. Bu yuz tomoni bo'ladi. Mana bu orqa tomoni bo'ladi. Keling yaqinroq kirib chiqishni bir tomosha qiling. Mana kirib chiqishga hech qanaqa muammo yo'q. Ustolarimiz mazza qilib, o'sha to'rttasini bir xil urib urish ham mumkin. Ustolarga ham yengilroq ham bo'lib qoladi. Mana tayyor bo'lgan shpint polovoy taxtalarimiz. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Ibrohim aka, ko'pincha xaridorlarimiz qaysi o'lchamdagi shpunt taxtalari xarid qilishadi? Hozirda klientlarimiz 6 metrlik, hammasi xadovoy, kimning o'lchamiga qarab olaverishadi. Masalan, 4 metrlik ham olishadi. Kimgadir uyiga qaysi qulay afzalligi bor? Masalan, 6 metrlik, 4 metrlik, kerak bo'lsa 3 metrlik taxtalarimiz ham olishadi. 3 metrlik ham bor. Hammasidan har xil o'lchamizda bor. Xolos 6 metrlik, 4 metrlik. Hozir bu chiqqan jarayonni ko'rdik. Bu rasmdan holatda keyin bu yerga qadoqlanadi. Shunday, mana shu apparatda qadoqlanib, mana bu ko'rinishda keladi. Tayyor mahsulotimiz. Tayyor mahsulotimiz mana shu ko'rinishda keladi. Xohlasangiz taxtani o'zingiz xarid qilishingiz mumkin. Men o'zim xohlagan taxtani xarid qilaman, ajratib olaman. Uni shpunt qilib bersalar deb aytsalar ham biz ishlab qaytadan chiqarib beramiz. Xo'sh, demak, keling qani endi o'lchamlar bilan tanishtirib chiqing. 6 metrlik shpuntovoy taxtalarimiz, 4 metrlik o'lchamlar bilan obunachilarimizga ko'rsatib chiqishingiz mumkin. Xo'sh, mana bu hozir chiqqan taxtalarimiz mana shu upakovka qilingan, mana shu pachka qilib qo'yilgan, chiroyli qilib. Xudo hozirgi chiqqan ko'z ko'rib turganingizdek, ana shu taxtamizni o'sha unaqasi 9 ga 2 o'lchamga ega shpuntovoy taxtamiz. Kimgadir qalin kerak bo'lib qolsa, bu taxtalarimizni ham taxlab qo'yganmiz. Mana bu o'ngga 3 qalinlikka ega. Qalinligi ham 3 sm. Masalan, yo'q, menga bu mayli qiladi, menga qalinroq kerak, baquvvatroq kerak desa, mana bu taxtamizni ham chiqarib qo'yganmiz. Shpuntovka polovoy taxtalarimizni ham bundan xarid qilishlaringiz ham mumkin. Yaqinroq keling. Mana bu 2,5 9 ga 2,5 polovoy taxtalarimiz bu. Mana bu eng trendga chiqqan xadovoy shpuntovka desangiz ham bo'ladi. Ko'pincha maslahat berib, o'zimizni klientlarimizga yaxshi tomonlama qilib, mana shu taxtadan ko'pincha urishyapti. 6 metrlik, 9 ga 2,5 qalinlikka ekan. Tak. Keyin 4 metrlik polovoy shpuntovka taxtalarimiz ham bor. Mana bular xudo o'sha o'lchamga ega 9 ga 2 qalinlikka 4 metrlik. 3 metrlik taxtalarimiz ham bor. 3 metrlik yaqinroq keling. Mana bu yoqdan oling. 3 metrlik 14 ga 2 o'lchamga ega qalinligi. Mana bundan ham o'zimizga klientlarimiz kelib, kimga qanday razmer kerak bo'lsa topib berib olishyapti. Yana vagonkalarimiz ham bor. Xohlasa 3 metrlik, xohlasangiz 4 metrlik vagonkalarimiz ham bor bizga. Bemalol kelaverasizlar. Yana bir narsaki, bizning bozorimizda klientlarni talabi birinchi o'rinda, xohlagan bozorimizda olgan taxtani shpuntovka qilib berish imkoniyatimiz bor. Masalan, mana bu taxtamiz 14 ga qalinligi 3,5 ga ega. Mana bu taxtani ham shu qalinlikka qilib taxlab berganmiz. Mana shu taxtalarni chiqarib berishimiz ham mumkin sizlarga. Mana ko'rib turganingizdek, yopish ham ajoyib, sifat ham a'lo darajada, kirib chiqish ham hech qanaqa ustolarda muammo qilmaydi. Mana shu o'lchamdagi polovoy shpuntovka taxtalarimizni ham chiqarib berish xizmatlari ham bor, chiqarib ham beramiz. Hurmatli obunachilar, va nihoyat syomkamiz o'z nihoyasiga yetdi. Qanaqadir savollar tug'ilgan bo'lsa, pastda turgan raqamlarga, ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram sahifalarimizda, kommentariyaga ham savollaringiz bo'lsa yo'llashingiz mumkin. Bugun video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga bitta like, maksimal darajada yaqinlaringizga ulashing. Biz sizlarga qiziqarli bo'lgan videolarni yana taqdim etishda davom etamiz. Bu hali hammasi emas. Bugun taxta bo'limimizdagi shpun ishlab chiqarish jarayonlarini sizning e'tiboringiz markaziga havola etdik. Undan keyin simni qayta ishlash zavodimiz hamda mixni ishlab chiqarish zavodi haqida sizlarga ma'lumot beramiz. Barchaga omad, bizdan uzoqlash